Assalomu alaykum. Bugun bizaga 50 yoshli xolamizda beldagi og'riqlar bilan keluvdilar. Bugun nechinchi kuningiz xola? 3-kun bugun. Bizning klinikamizda muolaja olib kelyapsiz. Biz sizga yordam berdikmi yo'qmi? Fikringizni eshitmoqchi edik. Bugun o'zi bel og'rig'ini kuchli og'riq bilan kelgandim. Yo'q, yaxshi, bugun 3-kun. Og'riqlarim ancha qoldi. Biz sizga yordam berdikmi? Va Mutaxassislarimizni medsestralarni ham, muomalalari, vrachlari ham menga yaxshi, muomalalari ham, o'zlari qarashlari, anaqalari hammasi. demak 3-kunda o'sha og'riqlaringiz kamaydi. 3 kun og'riqlarim qoldi, yaxshi. Boshqa shunga o'xshash og'riqlar bilan qiynalayotgan bemorlarga bizning klinikamizni tavsiya qilasiz? Qilaman, kelishsin. Yaxshi. Mana kuchli og'riq edi belimda, hozir yaxshiman. Keyin yana bitta savol bersam, biz sizdan oldin bizning klinikamizga kelib kim muolaja olgan? Mani qizim kelgandi, mani qizim olib keldi bu yerga. Oyi, yuring, olib boraman shu yerda. Lecheniya olib yaxshi bo'lib ketgandi. U ham grija bilan kelgandi, bel og'rig'i bilan. Uniki ham kuchli og'riq bilan kelib yaxshi bo'lib ketgandi. Hozir yaxshilar. Yaxshi, ha. Sizga, sizni oila a'zolaringizga manfaat tegayotganimizdan biz ham xursandmiz. Xolamizning fikrlarini eshitdinglar, ozgina hayajonlandilar. Sizlarda ham bel og'riqlari qiynayotgan bo'lsa, bemalol Skelet klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.